Bugun sizlar bilan spiral turlari hamda kimga qanday spiral tushishi haqida gaplashamiz. Spirallar tarkibiga ko'ra misli, kumushli, oltin saqlovchi yoki davolovchi effekti bor propolis, kalendula saqlovchi turlari bo'lishi mumkin yoki shakliga qarab 3 xil turi mavjud. T simon, O simon hamda F simon. Birinchi turimiz bu T simon shakli. Ushbu T simon tur ko'p tarqalgan spiral hisoblanadi. Buni afzalligi bachadon bo'shlig'iga yaxshi yopishishi, qo'yish nisbatan osonligi bilan farq qiladi. Faqat bu nisbatan hayz vaqtida ko'proq qon kelishiga yoki og'riqlar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. O obrazli turi. Ushbu turning afzalligi qon ketishining kamligi hamda og'riqlar kam bo'lishi bilan farq qiladi. Kamchiligi ba'zi holatlarda o'z-o'zidan tushib qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Keyin multiloid, ya'ni F obrazli turi. Bu archasimon shaklda, ya'ni archali deb yuritiladi xalq tilida. Ushbu turning afzalligi nisbatan qon ketishi kamroq, og'riq kamroq bo'lishi hamda tishlari bilan matkaga yaxshi yopishganligi uchun yaxshi saqlab beradi. Lekin buni kamchiligi qo'yishda nisbatan qiyinchiliklar, ya'ni bachadon bo'yni kerakli darajada ochiq bo'lishi kerak hamda nisbatan qimmatroqligi bilan farq qiladi. Siz spiral shakllari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingiz. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga yuborishni unutmang.